Salam qızlar, bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz Dianfango'da eng oddiy usulda, ammo shundoq yeyishlik yumshoq bo'lgan butun tofu pishirishni o'rgatamiz. Oldin bunga biz bir dona tofu tayyorlaymiz. Yerlik tofu qilib oldik. Endi buningki mabishni uzbitimiz. Endi ma tofuimizning ustiga tuz sepimiz. Hamma yeriga tekshi tuz sepib, buni tuzni mushu hamma yeriga surtib, tuzga milaymiz. Tofuni ichi teshi ham yerini. Endi ma bo'lsa azroq oq achchiq suvdan 2 qoshiq shangchou mava, shangchoudan 2 qoshiq, laochoudan 2 qoshiq, andan ma xaoyou deb bir xurjimiz bor, uningdan 2 qoshiq, andan ma bu lazi qiyamdan 1 qoshiq saldik, andan shakardan 1 qoshiq saldik. Endi bularni yaxshi aralashtirib olamiz. Namşalat yaxshi aralashtirib olamiz. Endi azroq zanjabilni yalpaqlab to'g'rab, tofuning ustiga tashlab, mana shu hozir qiyamni to'kimiz. Endi mana bu xiaosong 5-6 bosh xiaosong bilan shu do'rdarmigini singdirimiz tofuning hamma yeriga surtib, hamma yeriga tekshi yetishtirib surtimiz. Surtib bo'lib buni og'zini bo'shanma bilan ching o'rab 2 soat tamlantirish uchun qo'yib qo'yamiz. Təmi toxuğu sığdı. Əmdi mavu yumğaq nima? Şaosong nima shu uzun to'g'rab dianfangoniki ostiga to'liq osti yepilg'idek holatda sevalmiz. Uning ustiga samsaq, butun samsaqni mo jiq solamiz. Quyib olgandan keyin ustiga bayamqi toxuni quyib, uning ustiga madasti qilib qolgan zanjabil bilan do'rdarmiga echib qolgan do'rdarmigini to'kimiz. Ondan ustini og'zini yepib dianfangoniki 1 soat pishiramiz. To'liq 1 soat vaqtni tanglab qo'yib pishirsanlar bo'ldi. Shundaq chiroyli sag'irib, shundaq yumshoq holatda pishib chiqdi. Hech qanday ziyonli tarkiblari yo'q. Tabiiy holatda mana quvvatli bo'lgan tofu kebab pishirib oldik. Hammalar